Bugun sizlar bilan birgalikda manti tayyorlaymiz. Unda kartoshka piyozlarimni artib olamiz birinchi. Keyin xamir qilmoqchi bo'lgandim, qarasam un qolmabdi. Tezda magazinga chiqib keldim deb 1 kilo un olib keldim. Idishimga 1 kosa iliq suvni solib, 1,5 choy qoshiq tuz solib oldim. Hamma tabga ko'ra solsin. Ozgina nima ko'p suv bo'ladi, ya'ni. Keyin bitta tuxum chaqib olamiz. Agar ja tuxumli yo'q bo'lsa shart emas. Keyin unni solib, srazna xamir qilishga o'tib ketamiz. Shunaqa qilib yaxshilab xamir qorib olamiz. Yumshoq bo'sh xamir emas, qattiq xamir ham qilib qo'ymanglar. O'rta me'yorda bo'lsin. Endi kartoshka piyozlarimizga o'tamiz sirazni to'g'rashga. Shunaqa qilib kartoshkamizni kubik shaklda to'g'rab olamiz. 1 kosa suvdan 2 ta o'rtacha kattalikda xamir chiqadi. Men kartoshka piyozni kilosini aytolmayman, chunki men chamalab olaman har doim ko'z bilan qarab qancha ketishini, o'shaning uchun men hisoblay olmayman kilogrammda. Piyozimizni o'rtasidan bo'lamiz va yarmini yana 3 ga bo'lib olamiz, chunki maydaroq bo'lishi kerak manti uchun. Shunaqa qilib yaxshilab mayda qilib, yirik qilib qo'ymaymiz piyozimizni. Menga o'tkir pichoqda piyoz to'g'rash yoqadi, lekin menga bir tomoni umuman yoqmaydi. Mana sababi nimaga yoqmasligi, sirazni ko'zim achib ketadi, shunaqangi yoshlarga to'lib, yig'lab olaman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ataylab sizlar uchun pastroqdan video oldim. Shunaqa qilib 3 ga bo'lib olasizlar, deb mayda bo'ladi shunaqa qilsanglar va yupqa qilib to'g'raysizlar. Ogohlantirib qo'yibman. Iri to'g'rab qo'yilsanglar, orasidan girsilab chiqib turadi keyin mantilarni. Shunaqa qilib ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'z yoshlarimni qaranglar, qanaqangi yig'laklarim ko'zim achishib ketyapti, lekin ko'z yosh bu yoqdan chiqib ketyapti. Piyoz haqimizda gapimizni tugatamiz deb tezda xamir yoyib olamiz. Kim qanaqa xamir yoyadi bilmadim, men lekin shunaqa qilib yoyaman va yupqa qilib katta qilib olasizlar. Slishkam zo'r chiqdi meni xamirim. Kim menga o'xshab mayda qilib go'sht to'g'rashni juda ham yomon ko'radi. Misolga yirik bo'lsa tezroq to'g'rayman, mayda bo'ladigan bo'lsa juda ham asablarim buzilib ketadi. Xamiringlar обязательно yupqa bo'lishi kerak. Bo'lmasam qalin qilib qo'ysanglar, g'alati bo'lib qoladi. Faqat xamir yegandek bo'lib qolasizlar menimcha. Mana katta qilib xamirimizdan yoyib olamiz deb shunaqa qilib o'qlovimizga o'rab olib, shunaqa ketma-ketlikda taxlab olasizlar. Keyin mana shunaqa qilib to'rtburchak qilib kesib olasizlar. Mayda qilib qo'ymanglar ish qilib. Shunaqa qildik, keyin yana bitta ustidan hamma tervoganlarimizni yoyib olamiz deb, yana bitta kvadratnik qilib kesib chiqamiz. Shu o'rinda Jasmina meni yo'qlab, gul tashlab ketishga keldi. Rahmat senga Jasmina. Uni buni qo'yamiz deb tezda ovqatimizga qaytmasak bo'lmaydi, chunki xamirimiz qotib qolishi mumkin. Xohlasanglar zira solinglar, xohlamasanglar solmanglar. Lekin обязательно murch solishinglarni tavsiya qilaman. Juda ham mazali bo'ladi achchiq ta'mi bilan. Shunaqa qilib tabga ko'ra murch, tuzimizni solamiz deb qo'limiz yordamida tez-tez aralashtirib tashlaymiz. Kesib olgan xamirlarimizni birin-ketin yoyib olamiz deb ustiga nachinkalarni solib tez-tez yuvib tashlaymiz. Endi tugishini ham bilsanglar kerak. Dislarimizni yog'laymiz deb srazna shunaqa qilib qo'yib chiqamiz. Menga hech qanaqangi yopishib qolgani yo'q listimga. Keyin ikkinchi zo'lamizni tez-tez yoyamiz deb uni ham qilib tashlaymiz. Menda 2 ta zo'la xamirimdan 1 qasqon manti chiqdi. Shunaqa qolib ketgan xamirlarni esa qotirib olib qo'yamiz, ovqatga sovuramiz. Mantlarimizni baland olovda 45 minut davomida pishirib olamiz. Agar sizlar ishtahinglarni ochgan bo'lsam, sizlar ham tanlab ko'ringlar.